Stiven Hoking britaniyalik nazariy fizik, kosmolog, astrofizik va yozuvchi. Stiven Hoking 21 yoshda shifokorlar unga amyotrofik lateral skleroz tashxisini qo'yishadi. Bu davolab bo'lmaydigan kasallik bo'lib, mushaklarni asta-sekin ishlashini to'xtatadi. Shifokorlar unga 2-3 yil umri qolganini aytishadi. Uning birinchi bo'lib qo'l va oyoqlari harakatlanmay qoladi. Keyin esa 30 yoshga yaqin butunlay shol bo'ladi. Tomog'ini operatsiyasidan keyin u ovozini butkul yo'qotdi. Lekin bu ham uni to'xtata olmaydi. U kompyuter nutq sintezatori yordamida gapirishni davom ettiradi. Shu holatda ham Stiven Hoking Oksfordda bakalavr darajasini, Kembridjda 23 yoshda u koinotning yaratilish nazariyasi bo'yicha nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilib, 24 yoshida doktorlik dissertatsiyasini olgan. Stiven Hoking qora tuynuklar haqidagi tushunchani o'zgartirgan, koinot paydo bo'lishini isbotlagan va millionlab odamlarga fanga qiziqtirgan. Uning Vaqtning qisqacha tarixi kitobi murakkab narsalarni sodda tilda tushuntirib beradigan bestsellerga aylandi. Olim 2018-yil mart oyida 76 yoshda vafot etdi. Vaholanki, uni uzog'i 3 yil yashashi taqiqlangandi. Uning asarlarini o'rganish, iqtibos keltirish va muhokama qilish davom etmoqda. Uning insoniyat kelajagi, Marsni mustamlaka qilish va sun'iy intellekt haqidagi g'oyalari hamon dolzarb bo'lib kelmoqda. Baxtiyorimiz akademiya o'quvchilari buni bilishadi. 1 daqiqa o'tdi. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'ling.